27-foyda kitobxonning 4 ta darajasi. Hozirgi trenddagi tirik kitob 2-darajaga kiradi. 1-daraja zerikarli daraja. Bu bosqich taxminan 10 ta kitob o'qiguncha davom etadi va bunda miya o'z o'qiyotgan narsasini so'z harfma-harf, bo'g'inma-bo'g'in va so'zma-so'z bir-biriga bog'lash bilan ovora bo'ladi. Shu sababli o'qiyotgan narsasini tushunmaydi. Ikkinchi qatorda o'qiguncha birinchi qatordagi ma'nolar esdan chiqib ketadi. Va natijada shuncha qiylanganiga yarasha sovg'a ola olmaganligi uchun, ya'ni kitobni to'liq tushuna olmaganligi uchun odam bundan zerikadi, o'qiy olmay qoladi. Va bu bosqichdan 90% odamlar o'ta olmaydi. Atigi 10 ta kitob. 2-daraja, juda zo'r daraja. Hozirgi trenddagi tirik kitoblik darajasi, men buni faylasuflik darajasi deyman. Taxminan 50 ta, bo'lganda 100 ta kitob o'qiguncha kitobxon shu darajaning ichida yashaydi. Bunda kitobxon juda zavqlanadi, maza qiladi. Sababi juda ko'p narsalar, yangiliklarni o'rganayotgan bo'ladi. Hatto kitobdagi ma'lumotlar 80-90% esida qoladi. Shuning uchun biroz so'raganda, "Falon kitobda falonchi bunaqa degan" deb ba'zida varaqlarigacha, betlarigacha aytib beradi. Bu bosqichda odam o'ziga o'zi yoqa boshlaydi. O'zini olim, faylasuf sanashni boshlaydi. Nafaqat o'ziga, atrofdagilarga yoqa boshlaydi. Sababi kim nima savol so'rasa, kerak bo'lsa sitatalar bilan javob qaytaradi. O'zingizni hamma narsani biladigan odamdek tutasiz. 3-daraja tentaklik yoki bilmayman darajasi. Bu eng zerikarli daraja. Bunda odam kitobga shu darajada sho'ng'ib ketadiki, hayotdan uzilib qoladi. Tirikchilik qiziq bo'lmay qoladi. Hatto eng kerak bo'lgan qorin ham 2-darajaga o'tib qoladi. Dunyoda bu odam bormi, yo'qmi, hech kimga qiziq bo'lmay qoladi. Hatto bu odamga bir masala haqida savol berilsa, juda ko'p holatlarda bilmayman deb javob qaytaradi. Sababi bundan oldingi faylasuflik darajasida har bir savolga bittadan javobi naq edi. Endi hozir bitta savolga kerak bo'lsa 10 tadan javob tayyor, lekin bu yerda qaysi biri tushishini analiz qilib, o'ylab, hatto yo'q bilmayman deguncha ham ancha vaqt o'tib ketadi. Bundan oldingi faylasuflik darajasida so'zlarni yuzaki tushungan bo'lsa, misol falonchilar sharob ichishi mumkin deb tushungan bo'lsa, endi u yerda gap sharob haqida emas, bu boshqa narsalar haqida ketganligini biladi. Hatto kitob o'qimayotgan paytda ham gum soqol bo'lib qoladi. Miyasida o'zi bilan o'zi gaplashadi. Oldingi o'qigan kitoblarini tahlil qiladi. Qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'ri, miyasida urush, jang boshlanadi. Bu davr taxminan 300 ta bilan 500 ta kitob o'qiguncha davom etadi. 4-daraja folbinlik darajasi. Bu darajaga kelgan odam faqat ko'z bilan kitob o'qishni boshlaydi. O'qimoqchi bo'lgan kitoblarini, boblarini, salohalarini, mudarrijalarini ko'ziga yurtirib, taxminan 50-70% bu haqda oldindan bilib bo'ladi. Bu odam bitta kitobni hatto 1 soatda o'qib chiqadi. Nafaqat kitoblardagi voqealarni oldindan bilib turadi, balki hayotdagi voqealarni, hayotdagi narsalarni shu ketishda ketsa qayerga borishligini taxminlab turadi. To'g'ri, baribir inson bo'lib qoladi. 100% to'g'ri gapira olmaydi, lekin bu darajaga yetgan odam hech kimga kerak emas. Men bundan boshqachasini bilmayman. Bundan keyin ham qanday darajalar borligini bilsangiz, iltimos kommentariyada yozib yuboring.